Mana viloyatimizda juda katta yoshlar festivali bo'lib o'tmoqda. Bu yoshlar festivalida talaba yoshlar, umumta'lim maktabi yuqori sinf o'quvchilari, uyushmagan yoshlar faol ishtirok etmoqda. Urganch davlat universitetida Millat fidoyilari nomli kitob albomning taqdimot marosimi bo'lib o'tmoqda va bu yerda viloyatimizdagi shoir va yozuvchilar, olimlar faol ishtirok etayotganini ko'rishimiz mumkin. Millat fidoyilari kitob albomini varaqlar ekanmiz. Biz keyingi yillarda, istiqlol yillarida vatanimiz sarhadlariga hujum uyushtirgan terrorchi guruhlarga qarshi mardonavor kurashgan jangchilarimizning, askarlarimizning shu bilan bir qatorda ichki ishlar xodimlarining qahramonligi aks etganiga guvoh bo'lamiz. Darhaqiqat istiqlolni dastlabki yillaridan boshlab bizni mustaqilligimizga ko'z olaytirgan g'animlar paydo bo'ldi. Buni biz Sari Osiyoda bo'lgan voqealar, Sarimoyda bo'lib o'tgan voqealar, Bo'stonliqda bo'lib o'tgan voqealar misolida ko'rishimiz mumkin. Va mana shu terrorchilarning hujumlarini qaytarishda bizni qahramon jangchilarimiz, o'zbek yigitlarimiz, shu bilan bir qatorda o'zbekistonlik yoshlar mardonavor harakat qildilar. Bugungi kun ham mana dunyo sahniga nazar tashlab, dunyo siyosiy maydoniga nigoh tashlar ekanmiz. Har bir yoshdan, har bir O'zbekiston fuqarosidan vatanparvarlikni, millatparvarlikni bir namunasini ko'rsatish talab etilayotgan davrlardir. Shuning uchun ham bu kuni o'tkazilayotgan Millat fidoyilari kabi kitob albomlarini taqdimoti talaba yoshlarda, biz barcha yoshlarda vatanga bo'lgan muhabbatni, yurtga bo'lgan muhabbatni olovlantiradi. Va biz o'qishda bo'lsin, ishda bo'lsin, har bir jabhada bo'lsin, vatanimiz kelajagi uchun, baxt saodati uchun, taraqqiyoti uchun jon tildan harakat qilmog'imiz lozim bo'ladi.